Bismillahirrahmanirrahim. Endi bizning bu dersimiz asosliqi ma'lum saviyaga ega yoki mushu sohada o'qiyotgan yoki xizmat qilayotganlarninki asosini tiz bir şekilde ilgiletish, asos selish uchun boshlangan dars bo'ladi. Ders maqsadni to'liq tushuntirishdan ilgari men sizlarga avval shar'iy bilimninki bir qurilmalarini qisqacha oddiy bir shaklda sizlar tushunadigan, gerçi akademik ilmiy shaklda tushuntirmasammi, ko'pincha vaqtda tushuntirishlar shu akademik ilmiy shaklda bo'lib, tam kallaga zodi amaliy ahvoli tushunilmay bir kitobiy shaklda tushunilib qolgan ahvoli ochgan masalaga dehqon pardasiga bir tushuntiray avval. Shar'iy o'qish diniy bilimning asosiy qurilmasi menda ikki qurilma yoki ikki bosqich deb tushunsanlar bo'ladi. Birisi shar'iy bilim bosqichiga kirib bo'g'ich bo'lgan til bosqichi, ya'ni mundaqcha qilgan vaqtda tayyorlik bosqichi. Buni texnologiya boshqacha tushuntirsak, bir o'quvchi Yaponiyaga borib tibbiy sohada o'qimoqchi bo'lsa, oldi bilan nima tilni o'rganadi? Yapon tilini o'rganadi. Yoki ma'lum bir davlatga yoki boshqa o'zining tili bo'lmagan bir davlatga kirib, shu davlatda ma'lum bir kasb o'qimoqchi bo'lsa, shu davlatning tilini o'rganib qanday qiladi? Tayyorlik qiladi. Biz o'qimoqchi bo'lgan shar'iy bilim, asos hozirlamoqchi bo'lgan shar'iy bilim manba arab tilini manba qilgan bir bilim. Bununla hech kimning amali yo'q, chidamay amali yo'q. Alloh subhanahu va taolo Adem alayhissalomni yaratgandan tortib ta bugunga qadar o'xshamagan millatlarning ichidan o'xshamagan tildagi payg'ambarlarni avatdi. Shuningga qarata o'xshamagan millatlar ichidan o'xshamagan tilda kitoblarni avatdi. Shuning oxirgi birisi eng oxirgi so'g'an payg'ambar alayhissalatu vasallamni shu millatlarning ichidagi bir millatni, ya'ni arabning ichidan tanlab avatdi. Shuningga yarasha kitobmi ham nima tilda tushdi? Arab tilda tushadi. Shundan keyin shu payg'ambar alayhissalom dunyoga islomni olib kelib bizga qoldirib ketgandan keyin ta hozirga qadar islom to'g'risida bo'layotgan tadqiqotlarning hammasi qaysi tilda bo'layotdi? Arab tilida bo'layotdi. Bir nuqtani kallanlardan chiqarmanglar. Yezilgan diniy kitoblarning hammasi oldi-keyninglarga qarab baqsanglar, arabchadek turgan bilan yozuvchilarininki, bunun töhfə qo'squchilarninki 80% desem belki mübaliğ olmaydı. Ama köp sallıqı deyələyim. Köp sallıqı Arab milletinden bombagan ulamalar tarafından yazılgan. Tefsirlerini axtarıp bakıp tizip baksanlar, köpüncesi Türkistanlıq çıkıdı. Türkistanlıq dese bizden yurtundan özçük olmaydı. Mesela bizden yurt Otur Asya degan nam bilen atılıp atkan yer ve ondan suzalganmış Anadolu oqçı boğan yerinin hemmesi Türkler joylashgan joy emasmi? İslam tarixidan ta hozirga qadar musherdan chiqqan Türk, mesela Paris, hozirgi Kürt, mesela mushu ulamolar chiqqan ulamolar jiq töhfə qo'shaqlar. İslamninki Qur'ondan qapqasi asosiy hisoblanadigan sahih kitoblarning, hadis kitoblarning ichida nima? Masalan, Buxoriy desek Arab emas, shundami? Nasai desek Arab emas, Tirmizi desek Arab emas. Degil tursak gap nihoyat ko'p. To'rt mazhab ulamolarining ichida Paris, masalan, Imom Abu Hanifa nima? Paris. Demakchi o'g'lim shu. Islom meydana kelib payg'ambar alayhissalom bizga bu merosni qoldirib ketgandan tortib ta hozirga qadar bu sohadagi tadqiqotlar qaysi tilda beriladi? Arab tilida beriladi. Mayli qaysi millatdan bo'lsin. Agar ilmiy manbalarga kirib aqtasanglar, u qadar ko'pki nahvi, sarf, balog'at asosan arabning tilini arablarga xuddi biz tadqiq bergandeklar bir xil ahvol bor. Ya'ni Turkistondan, turklardan chiqqan ulamolar o qadar ko'p. Ama muşularning hammasi o'zini palon millatdan, pukun millatdan demaganlik uchun bugun xuddi hamma narsa nima demak? Arablardek bir xil muhit, havo o'rtada bor. Buning bizga qanday ziyonli ta'siri bor desanglar, xuddi boshqa millat bu o'qishni yoki bu bilimni qanaq bulanmaydigandek, oxiriga ep chiqib bulanmaydigandek bir xil psixika bilan o'qishning beshli yoki o'tirilgan to'xtadi ahvoli bor. Men sizlarga bir dey. Agar o'qish metodi joyida bo'lsa, o'quvchininki himmati joyida bo'lib qolsa, ko'p hollarda bu bilimning oxiriga chiqadiganlar arablar emas, balki kimlar chiqadi? Ajamlar chiqadi. Bir tilni haqiqiy tadqiqot qila oladiganlar, sirtdan qanaq qilganlar, o'rganganlar. Shuning qatorida biz agar bu bilimga cho'nqurlab kirmoqchi bo'lsak,
Bunun metodunu yaxşı tanlaylı, menhecini yaxşı tanlaylı, özümüz himmet kılaylı, inşallah ahırga çıkımız. Hem de bizning öğrenmekçi olgan, hazır başlamakçı olgan dersimizin tam maksidi neymi desanglar, men bayatın degenimdek şer'i bilimga kirishning oldidagi birinci qadam til basqıçını qanday qilish öğrenish. Hem de sizlar nölden başlaydigan o'quvchilar emas. Bayatın hemmanlardan anladım, hemmanlar Palan Üniversitesi'nin 3. yıllıqı, Pokon Üniversitesi'nin 2. yıllıqı yoki 1. yıllıqı yoki Palan yerde o'qituvchilik qilayotgan, ustoz bo'layotganlar. Yani ma'lum derece nimalar var, asoslar var. Fakat bu yerga nima uchun yig'ildik? Şu asas bo'lgan taqdirdami bir asosimizni texin bir güzel bir şekilde selip üstiga davomlashalaydigan bir holatda qanday qilish chingdash uchun keldik. Shunga bizningki mushu darsga tuzgan planimiz hozircha 2 yillik. Hozircha 2 yillik endi darsimizdagi üniversiteninki bu yil 3. yilligiga chiqqan o'quvchilar asos alanarak masalancho, ular 2 yillik qoldi emasmi? Shularning o'qishib bitganga qadar boshqalar tabiiy bada 2 yil ichida bizning qiladigan ishimiz nima desanglar, birisi til jihatda asos solamiz. Til jihatda asos solamiz. Til deganimizni hargizmi halaqa bir adam kiplam Masmukal Karim desa ismi falan deydigan ishga qiz paranglish emas, endi cho'nqur tadqiqot qilish, buningga ketarlik palla masalan. Ikkinchisi shar'iy bilimlarningki ichidagi asosiy qism bo'lgan usul qism. Ulumul Qur'on masalan, ulumul hadis, andaki nima usulul fiqh qatorliq mush 3 sohada masalaga cho'nqur masalan mutaxassis darajalik demayman. Temel, Türkçe'de temel deydi o, en addi asasını hazırlaş bizning tüp nimimiz, nişanımız şu. Belki nurgun okuyucularımızdan kalırsa til degandan keyin nima til degan deb tushunmaslik mumkin. Xulaslab desam til hozirgi moddalar palla nuqtasida aytgan vaqtda birisi morfologiya, ya'ni sarf deymiz. Bu ikkinchisi nima? Nahvi, uchinchisi nima? Balog'a, to'rtinchisi adabiyot. Edebiyat. Sarf degan nima degan nuqtaga kelgan vaqtda sizlar ham o'qib bulaqliqcha nurg'un qitim o'g'it bulaqliq sarfni kitoblarda nayta güzel bir şekilde ilmiy tushuntirishlar va uni nisbatan. Lekin kalonlar o kirdim o'qimayman. Nahvi degan nima desa annahu ilmun bi usulin yu'raf va shunga o'xshagan nurg'un nimalar ta'rifatlar. Balog'at degan nima desa mutafaqatul kalamni muqtadal hal nurg'un ta'rifatlar va shundami? Ammo men sizga boshqa shaklda bir qanday qilay tushuntiray buni. Sarf degan nima desanglar Arap tilda sözlerinin hemmisi biz 32 harfimiz var ya Uyghur tilda. Şuna o'xshash Arap tilining o'ziga xos 28 harfi var. Şu harfidan foydalanib söz tuzashni o'rgatadigan. Mana bir nuqtaga diqqat qilinglar, söz tuzashni o'rgatadigan. Jumla demidim. Nima tuzash? Söz tuzash. Sizlar 28 harfdan andan keyin yana bir gapni davolay. Arap tilda biz sözlerinin türünü 3'e bölüp alamiz. İsim, fiil, ondan keyin harf deb. Bunun içindeki harf tüzülmeydi. Mana shuningmi? Harf tüzülmeydi. O muqim bir nimaga ega, turaqliq bir o'lchamga ega. Keldi shu paytda keladi, uni boshqa shaklda o'zgartirish yoki biz tuzash mumkin emas. Fi azaldan tug'ilishidilar fi. Shundami? Ba, ala masalan tam tugudi. Onun gibi yok. Anlakin isimlarmış ki bölünüdü. İsimlarning birisi jamid isim, yana birisi mushtaq isim. Jamid isim men bayatın deganda keyin u qanday qilinmaydi, tuzilmaydi. O'zgarmaydi u. Qat'iy. Masalan, qalam shunami? Agar qalamni agar jamid desak, rajulni rajalardan chiqqan putoga chiqadi deb o'tlamaymiz. Rajul. Imraat nima? Imraat. Tugudi. Bu jamid isimlar şu pette ketidi, umut tüzülmeydi. Ama bayatın harf tüzülmeydi dedim. Harf türüdeki sözler. Yani nima harf emas, sözning harf emas, harf türüdeki sözler. Ve isimninki jamid qismi qanday qilmaydi dedim, tüzülmeydi dedim. Bularni qanday qilamiz desanglar, şu söz yodlab o'rganamiz. Mana tushundinglarmi? Unda boshqa amal yo'q. Söz yodlab o'rganamiz. Tekstda keladi, qomuslarda, lug'atlarda chiqadi, yodlab o'rganamiz, boshqa amal yo'q. Endi fe'l ve sözünün içindeki isimnin içindeki ben bayat mushtaq deb isim qo'ydim ya, ahil şekildekileri yazılıdı.
Buni qoidasi va qoidasini o'rgangan odam qana qiladi, yasaydi. Masalan, hozir doskaga chiqarilgan 3 dona harf berdim sizlarga. Dot, ra, ba. Shundaymi? Buning ma'lum qoidalari bor. Shu qoidaga binoan buningdan agar sizlar xohlasanglar nima tuzalaysizlar? Fe'l tuzalaysizlar. O'tgan zaman fe'l tuzalaysizlar. Darabaga o'xshash. Hozirgi zaman yoki kelgusi zaman fe'l tuzalaysizlar. Yadribuga o'xshash. Shundaymi? Buyruq fe'l tuzalaysizlar nimaga o'xshash? Idribga o'xshash. Hatto ism tuzalaysizlar. Daribunga o'xshash. Hatto paloq, top uradigan paloq. Nima? Madrab. Shundaymi? Tuzalaysizlar. Ayn, lam, mim. Alima, ya'lamu, i'lam, alim, ulama. Shundaymi? Kataba, yaktubu kaf, ta, ba. Kataba, yaktubu katib. Shundaymi? Kuttab. Masalan, uktub, maktab, kitob. Bütün narsalar mayli ism bo'lsin yoki fe'l bo'lsin, harflardan tuziladi. Mushno sabab degan shu. Ama bunun qoidasini o'qitdim hozir sizlarga bunda beshakli naam genel olarak ne qana qilyaptim sizlarga yiroqdan tushuntiryaptim. Ya'ni sarf degan nima desanglar? So'z tuzish. Mayli fe'l bo'lsin yoki nima bo'lsin, ism bo'lsin, so'z tuzish bu sarfningki nimasi? Ta'rifati, tunishtirilishi. Kitobda qanday tunishtirish olsun o menga nisbatan muhim emas. Sizlarmi kalanglar onu kirgizib olmanglar. Onu zaten kitobning oldiga kelgan vaqtimizda yodlab berib qolasizlar. Ammo kalanglarni shuni tushunishinglar kerakki, sarf degan qandoq qiladigan fan desa, manda qiladigan narsa deydigan o yig'iladigan bo'lk emas endi u. Buna deyishimdan men buni nimishqa bu xil shakldagi dehqoncha tushuntirishga bek kuchayman, bilamsizlar. Chunki bizning hayotimizda manda ahvollar o'tgan. Nurg'un o'quvchilar usulul fiqhning kitoblarini o'qiydi. Bu vatandami bo'ladi, chet eldami bo'lgan ahvol, vatanda bo'lgan ahvol. Usulul fiqh kitoblari masalan 6 oy o'qiydi, 1 yil o'qiydi. Ha, ne kelding desa, paloni mazmunga keldim demaydi. Bu bir. Chunki kitobni tushunmayapti u. Ikkinchidan, manchinchi betga keldim deydi. Chunki betlarni sanay oladi. Uchinchidan, o'zining o'qiyotganining usulul fiqh ekanligini ham o'qimaydi. Kitobning ismini biladi. Shunami? Masalan, ya Nurul Anvar deydi, ya usul Shashi deydi, ama usulul fiqh ekanligini ham o'qimaydi. Ham usulul fiqhning qanday qiladigan bir fanligini o'qimaydi. Ammo o kitobdagi usulul fiqhning ta'rifatini o'qidim desa o'qidi. Tafsiliy dalillarga asosan tafsiliy ahkomlarni qana qilish, chiqarishga munosabatlik bilan o'qib ketganlik, lekin tushunmaydi. Men buningga bak ranjiyman. Yani kitobdagi shu fanning, shu moddaning ta'rifatini o'qing desa, tafsiliy yodlab o'qiydigan, ammo amaliy kallada bu fan, men o'qimoqchi bo'lgan bu modda, nima ish qiladigan modda, buni o'qimaydigan ma ahvol bizda xili ig'ir ahvol. Shunga sizlarga ma shaklda tushuntirishimning sababi bu. Endi nahviy degan nima? Sizlar so'z tuzib bo'ldinglar. Masalan, qaf, vav, mimdan qama, fil tuzdinglar. Shundaymi? Qaymun ism tuzdinglar. Yaqumu fil tuzdinglar. Shundaymi? Ha, mim daldan hamida, yahmadu, muhammadun. Shundaymi? Bu shaklda nima tuzib bo'ldinglar? Ism, fil nima tuzib bo'ldinglar? Endi bu so'z tuzib bo'lgan so'zni qorashtirib bir jumlaga ekilish kerak. Bu cümleningki işletiladigan o'rni har xil sanoqdoshlar. Qana har xil? Ba'zida o'tgan zamondagi bir ahvolni boshqalarga ifodalamoqchi. Bu vaqtida qurashtiradigan jumla shaklinglar o'xshamaydi. Ba'zisilar paloni bunda quvvatudu ma shaklda bir mazmunni ifodalamoqchi. Bu vaqtda boshqalarga ifodalaydigan jumla shaklinglar o'xshamaydi. Ba'zi vaqtida bir ishning o'tgan zamonda qilinib bo'lganligini ifodalamoqchi. Ba'zi vaqtda bir mazmunning bir xil shaklga, holatga kelganligini, mushuning hammasininki grammatikada tuziladigan jumla shakllari bor. Ya'ni so'zlardan foydalanib, masalan, do'skada berilgan bir qama degan bir so'z bor, buni biz fe'l deymiz, shundaymi? Muhammad degan bir so'z bor, kalima bor, buni biz ism deymiz. Bir fe'l, bir ismdan foydalanib tuziyalaydigan jumlani maqsadga asosan qanday qilish tuzish. Masalan, birinchi jumlada qama Muhammadda bir jumla tuzdik. O'tgan zamonda Muhammadning o'rnidan turganligini ifodalash uchun Muhammad qama deb bir jumla tuzdik.
Muhammed bu bunda Muhammedninki uzun mezgili mesela ikkisinin farkı nima desanglar? Muhammed şu aldımdaki Muhammed şaqqada o'rnidan turgan bo'lsa, men buni boshqalarga demoqchi bo'lsam, qana Muhammed bo'ladi. Mana tushundinglarmi? Muhammed uzundan bir yetib qolgan. Ağrıp doktorxonada. U o'rnidan turib ketdi, bugun menib ketdi ya. Men mana boshqa ifoda etmoqchi bo'lsam, qanday ifodalayman? Muhammed qani. Buningda bir xil subut ifodasi bor. Buni insonlikni so'zlaymiz, lekin Muhammed qoimun masalan. Muhammed har doim qanday qilib o'tirib olmoqliq degan ma'noda. Qum ya Muhammed degan shaklda so'zdan foydalanib jumla tuzish. Cümle tuzgandimi ifodalamoqchi bo'lgan maqsadni tam ifodalaydigan jumla tuzish. Xalqan jumla tuzish emas, çünkü xalqan jumla ham tuzalaydi. Ammo maqomga qarab turib, sen demoqchi bo'lgan maqsadni ifodalay oladigan bir shaklda jumla tuzishni hammadan qilolmaydi. Bu grammatikaninki, ya'ni nahvining nimasi vazifasi. Biz buni o'rganamiz inshaalloh nahvida. Bu yerda bir nuqtani kallanglardan chiqarmanglar. Bu bir nahvi, sarf degan palla uzun mezgillik tarixiy taraqqiyot jarayonida birisiga kirishib ketgan bir palla bu ikkisi. Nurg'un kitoblarni aqtasangiz ikkisi birga chiqadi. Nurg'un kitoblarda ayirib o'tadilar shundami? Hatto sarfning mazmunlari nahviy kitoblarning ichiga kirib qoladilar. Nahviyning mazmunlari nada sarfning ichiga kirib qoladilar. Hatto grammatikaning mazmunlari balog'atning bir bobi sifatida kirib qoladilar balog'atga masalan. Ammo biz buni inshaalloh bu qatam o'qishimizda tafsili ayırışımız birisi çekçegesini tuluq. Bu nahvinin vazifesi. Hem de balağatның vazifesi. Balağat nemiş kıldıqam ben. Belki arаңlады balağat oğuğallığa burun. Balağatның vazifesi sen normal ifadaleydiğin bir məzmununu xilma-xil şekilde. Bir məzmununu xilma-xil şekilde ifadalaş. Mesela Dosko'da o çiraylıq da bir cümle verdim. Asasi cümle. Şunda ama Muşu gapni, u chiroyli degan gapni bundan boshqa bir shaklda ifodalagilar bulanib bo'lmaydi. Tabiiy bo'ladi. Shundami? Masalan, do'stlar, birilgan misolning o'zi u oyga o'xshaydi. Bu normal u chiroyli degan gapdan biroz etkilik, ya'ni biroz ta'sirlik. Shundami? Ta'sir biroz cho'nqur. U gulga o'xshash, bu tiximi? Shundami? Eng uchinchisi ash-shams tahjalu amamaha. Quyosh uning oldida xijil bo'lib qoladi masalan. Bu en voyaga yetgan ifodalash shakli. Men sizlarga shunchalik tushundira olayman hozircha. Balog'atning vazifasi bu. Tushundinglarmi yo'qmi? Balog'atning vazifasi bu. Qolgan buning ilmiy ta'rifotlarini inshaalloh so'zlayman. Adabiyot degan, she'r degan nima desanglar, masalan, biz so'zni o'lchamlik tuzishni o'rgandik, shundami? Bu so'zdan foydalanib o'lchamlik jumla tuzishni o'rgandik, shundami? Endi bu jumlani yana her xil şekilde özgertip özümüzün maqsadini turli şekilde ifadeleşini öğrendik ya. Endi bu ne? Bu normal burunqanda normal cümle şekilden nima şekilga, nazmi şekilga. Yani şiir şekilga kelip biz burun öğrengen qoidalar asosan buzuldu. Hatta bazı sözlerning talaffuzi buzuldu. Hatta bazı sözlerning grammatikalik nimasi, qurilma jumladagi o'rinlari buzuldu. Shunami? Ammo maqsad ne? Uningdan mutaximo yakın bir şekilde başkalığa tesir kılgan şekilde ifadeleş için ekildiğin bir haletini şiir edebilir. Başına esemez. Biz onu bütün okuyduğun, mesela karanlığı birinci misra kalırsanlar bir eynek doğruluk şirket ekip koydum, halgan şey ekesek buldu. Buldun bana fakat bir agahlandırıcı cümle normal tüzsanla kanat tüzüsle. Bana bir agahlandırıcı buldum. Şuna mı? Ben sana asla herkes kıydımayım. Ben asla sana kıydımayım. Şuna mı? Azapta üzemni hem bak qiynamayman. Üzemni azapta bak qiynamayman. Qaranglar, jumlaning so'zni o'rdirib butunlay qanday qildi almashdi. Bir qopiy keltirishga boshqalarga ta'sir qiladigan bir holatga kelish uchun mana bu shaklda qanday qilamiz ishlarni. Ya'ni demak, biz o'qiydigan arab til qoida nuqtasidan shu 4 tarafdan tarkib topadi. Sarf, nahvi, ondan keyin balog'at, ondan keyin adabiyot. Bunun etrafı denen qo'shimcha yoki asos deb qanday olsak, masalan, tilning so'zlashish qismi shundami? Yoziqchilik qismi va mutolaa qismi, u boshqa taraflari. Uni men inshaalloh to'liqlaymiz, ammo sizlarning hozirgi saviyanglarga nisbatan biz asosiy shu 4 qismni inshaalloh mangamiz, ham mangandimi biroz qandaroq mangamiz, tezroq mangamiz do'stlar. Bu kallanglarda bo'lsin. Agar endi mening bugungi shu darsga nisbatan tushuntirishim sizlarga nisbatan yetgan bo'lsa,
moddaga nisbatan biz bugun darsimizningki dastlabki asosini ma'lum darajada silib olishimiz kerak. Kitobga balkim bugun kirib bo'lmaymiz. Chunki odamlarda ba'zilarning kitobi ham nima yo'q, ko'p aytishim kerak. Avval sizlarga men umumiy sarfninki bir qurilishlaridan sizlarga bir umumiy shaklda bir xabar beray. Rasmni tatmanglar, men sizlarga to'pqa avatib beray. Chunki hozir tarsanglar suzuk tatolmaysizlar. Ana arab tilida men bayatdan bir og'iz gapni qilgan. Takror asıltaymi? So'z yasiladi deb. Shunami? Har qanday narsa yasalgan narsaning bir qaynoq manbasi bo'ladi. Arab tilidagi yasiladigan so'zning manbasi masdar deymiz. Bu to'g'risida grammatikchilarning orasida ixtilof bor. Hudayf mazhab, Shafiy mazhab degandek, uni inshaalloh keyin anglaysizlar. Ama hozir sizlarga yengil olsun uchun har qanday bir so'z, mayli ism yoki fe'l olsun, nimadan yasalib chiqadi? Masdar. Sizlarning saviyanglarga mos bir shaklda yasaladigan shaklni men do'stga 13 shaklda qana qildim, ifodalab chiqardim do'stga. 13 shaklda. Ya'ni bir masdardan o'tgan zaman fe'li qanday chiqadi? Yasalib chiqadi. Hozirgi zaman va kelgusi zaman fe'li. Mudari degan ikkiga ma'noda juma. Mudarining lug'at ma'nosi nima? O'rtaq shek deganga. Ikki zamonning o'tirdi o'rtaq. Sizlar burundan balki mudarini kelgusi zamanda bugunlik va o emas. Hozirgi zaman va nima? Kelgusi zaman. Chunki mudari degan so'zning o'zining ma'nosi ham nima? O'rtaq. Yani o'xshaydigan ikki narsaga teng ishil. Halaqi boshqalardan aqtasanlar mudari degan so'zning dara degan so'zning ma'nosi shu shaklda chiqadi. Tamam. Andaki masdarning asos deymiz, shu masdarga nisbatan hozircha o'lcham qo'ymaymiz. Yani buning keyin o'lchami ma'lum shaklda. Üçüncü qilib iniq sifatdosh yasaladi. Buning arabcha ismi nima? Ismul fa'il. Qaranglar, bir ishni qildi, o'tgan zaman fe'lisini yasab chiqdinglar. Shundami? Qilyotdi yoki nima? Qiladi. Kelgusi zaman fe'lini yasab chiqdinglar. Endi bir odam shu ishni qilgan, qilyotgan yoki qiladigan bo'lsa, shu odamni ifodalamoqchi bo'lsanglar, nima bilan ifodalaysiz? Ism fa'illar. Mening hozir ig'zimdan chiqqan 3 xil so'zga diqqat qilinglarki, o'tgan zaman ma'nosi va ism fa'ilning, hozirgi zaman ma'nosi va ism fa'ilning va kelgusi zaman ma'nosi bor. Zamandan butunlay xoli ismlashgan ma'nosimi bor, jami ism fa'ilning qancha xil ma'nosi bor? 4 xil ma'nosi bor. Mushu nuqtalar kallanglarga o'rnasa, kitoblarni tarjima qilgan vaqtda faqat qiynalmaysizlar. Masalan, do'stga berilgan misol nima? Daribun. Shunami? Men do'stga qancha xil ma'nosini yozib turman shuningki 4 xil ma'nosini yozib. Urg'uchi. Ma qanday ma'nosi? Fi'il bilan sifatlanguchining o'tgan zamondagi ma'nosi. Ma'noda fi'il xarakteri bor. O'zi ism bo'lgan bilan juma. Urvatgan, angasdan qaranglar. Urvatgan, urvatudu emas, fi'il emas. Urvatgan odam. Adamni ko'rsatdi. Lekin qanday holatni ko'rsatdi? Sharikatlan shug'ullanib, ya'ni bu yerda fe'lning ta'siri bor, fe'lning ma'nosi bor, ammo odamni ko'rsatdi. Shunami? Urg'an. O'tgan zaman shunami? Urdig'an. Mavlaning hammasi urg'uchi, urg'an, urdig'an, urvatgan. Necha xil ma'no? 4 xil. Men bu yerda bir gapni qildim. Zamandan xali ism g'ani deb shunami? Talibun. Nima degan gap bu? Talaba degan izdigish degan gap. Izdigan, izdavatgan. Shunami? Izdiguvchi ma yo'q. O'quvchi o. Shunami emasmi? O'quvchi degan vaqtimizda buningda fe'lning ma'nosi yo'qoqlik. Zaman ma'nosi-chi? Ham yo'qoqlik. Bu sab ismlashgan holat. Bundan bo'ladi alim. Alim degan nima? Alim degan alim. Shunami ya? Buningda bilgan, bilguchi, bilayotgan demliq yo'qmi? Yo'q. Demak, bularning xoli ismlashgan holat. Sa'iq, shofir.
Şunami ya? Bunun da nima yo'q? Demek isim fail do'stga yozilgan 4 xil ma'nisidan boshqa ismlashdi. Tushunamizmi? Andaga men bir oldiga qaytay, masdarining gapi to'g'riliq bir ishga gap qo'y. Masdarining do'stga qancha xil ma'ni beribmi? 2 xil. Urush nima? Urmoq. Ba'zida masdarmi bayatdan deganimdek nimalar ismlashidi. Ismlashgan vaqtda buningdan qilish, qilmoq, etmek degan gaplar qanday qiladi? Yo'qaydi. Masalan, al-ilmu asli bilmek, bilish qo. Lekin yana bir ma'nosi nima? Bilim. Shunday emasmi? Bilim degan vaqtimizda aloqa qilmoq, etmek, qilish, etish ma'nosi yo'qoldi. Bu yerdan sap nimaga aylandi bu ismga? Buni qallandan chiqarmoqlar. İsim mef'ul, aş isim failinin tam mecbul şekli. Bunu Uygurca'da isim failini iniq sübetlaş dedim ya. Bu iniqsiz sübetlaş. Iniqsiz sübetlaş degeni mecbul pil bilge alaqadar olgan adam degan gap. Mecbul pil degan qaysi? Qilindi. Shuna ama qilindi pilga alaqadar olgan adam qancha xil ma'no bilan ifodalanadi? 4 xil. Mesela do'stga berilgan misol madrubun. Bundan boshqa nurg'un ism maf'ullar bor. Men bu yerda buni o'qishim bundan keyin keladigan butun ism maf'ullarning ma'nosi bu shaklda bo'ladi. Masalan, urul, g'uchi, shunama, urulgan, uruladigan, shunaqa, uruluvatgan, tayoq yevatgan masalan hozir. Shunaqa. Ka'asfim ma'kul. Ma'kul degan nima? Ma'kulat. Tamoq degan gap qo'y, yemek ichmak u ismlashgan holatda. Oyatdagi ma'kul degani chaylab tashlab etgan. Shunami? Yeb tashlab etilgan, chaylab etilgan degandek ma'noda. Bu 4 nomar birisi tushidi. 4 so'z ma'noning birisi qanday qiladi tushidi. Bu ism maf'ul buning ismi. Ism fa'il iniq pilga munosabatlik bo'lgan odamni ko'rsatadi. İsim mef'ul iniqsiz pilga nim bo'lgan. Ana buni texnik maqomlashtirib nim deymiz? İsim failni iniq sifatdash, ism mef'ulni cho iniqsiz sifatdash deymiz. Andan keyin o'tgan zaman pilni deb o'tdik-ku, hozirgi va kelgusi zaman pil deb o'tdik-ku. Deb o'tgan pillarning hammasi nima bo'lishliq? Qildi, qiladi. Urdi, urdi shunami? Mushuning bulusiz shaklini so'zlasak-chu. Qildini o'rniga qimmati. Qilidini o'rniga qimmat. Tam o'tgan zamondan keyin bulusiz shakli fi'lul jahad deymiz. Buni berilgan misol lam yadrib. Lam yadrib urmadi. La yadribu qanday qilmaydi? Urmaydi. Idrib masalan shunami? Nima? Buyruq pil. Har qanday bir pilning buyruq pil usulida qilgan, etgan, qiling, eting hammasi shu tahtiga daxil. Liyadrib qilsun, assun, 3-shaxs buyruq pil. La tadrib, qimma, etma, urma, nechinchi shaxs, 4-shaxs. Buamiz qolay. Undan keyin madribun. Ay ish harakat yuz bergan vaqtda diqqat qilsanglar bir narsaga. Ism fa'il nima dedim? Ish harakatga munosabatlik adam dedim ya. Madribun nima? Ish harakatga munosabatlik vaqt va o'rin. Ish harakatga munosabatlik vaqt o'rin deganni qanday ifodalaysiz ifodada? Ish harakat yuz bergan o'rinni yoki yuz bergan nimani vaqt. Endi yuz bergan o'rin, yuz bergan vaqtni uyg'urishda qanday ifodalaysiz? Agar uningga maxsus nom berilgan bo'lsa, shu bo'yicha tarjima qilasizlar. Nom berilmagan bo'lsa, shu fe'l bo'yicha tarjima qilasizlar. Masalan, non yoqdi degan gapni arab tilida deydi xabaza. Mah'ibayatan qil maf'al o'lchimida xabazan chiqarib taqma nima? Mahbon. Degan gap bu. Mayaqidgan o'rin. Buning uyg'urishda ism bormi yo'qmi? Navoy. Xona. Navoy emas, Navoy nima? Xona. Muzun o'xshash hammasi. So'z ashta yastiladi. Iboyatdan tamam, bu shaklda. Undan keyin ish harakatga munosabatlik odamni tilga oldik. Shunami? Ish harakatga munosabatlik vaqt o'rinni tilga oldik, shunami? Ham ish harakatga munosabatlik narsa kerak bo'lib qolsa-chi. Ish harakatga munosabatlik nima? Narsa kerak. Boshqa vositalar masalan. Adam o'g'anda ishlatgan qiltek urush munosabatlik narsa qo'ya, nima deymiz shuni? Madra. Shunami? Paloq degan gap.
ishni echishni deydi fataha. Shunga munosabatlik narsani nima deymiz? Ochquchi demoq. Uning ayirib ism berilgan bo'lg'achqa nima deymiz? Ochquch. Bayatdanki sharkatga munosabatlik o'rin, vaqt masalasida sajada bir pil bor. Bunday gap bor, sajda qildi. Agar sajda qiladigan o'rinni ko'rsatmoqchi bo'lsak nima deymiz? Masjid. Maf'ul. Sajda qiladigan o'rin degan gap bor. Namoz o'qidi degani nima deydi? Salla. Ashning ismi zansmagan chiqarib taqilma musalla. Namozgoh degan gap masalan. Tushundinglarmi? Bu shakldagi gap. Endi eng oxiridagi nima desanglar, ism fa'ilninki ashu shakli. Ism fa'il sharikatga munosabatli bo'lgan odamni ifodalaydigan bir shakl bor. Qirg'uchi, aytkichi qilgan. Mushuni ashurmi shaklda ifodalamoqchi bo'lsak nima deymiz endi? İsmi tafdil deymiz bunun ismini Arapçada. Bunun şekli fakat adrabu bo'ladi. Bunun tercümesi de normalda ikki xil tercüme qilsanglar bo'ladi. Birisi eng qiladigan. Eng bir ishni eng degan so'zni qo'shib tercüme qilasizlar. Masalan, adrabu desa, qana qiladigan? Eng uradigan. Bekrek urg'uchi. Bu shunga o'xshagan ma'no, shunga ayrim ikki deyapti. Andaki yeni birisi Din bekrek urg'uchi. Din bekrek urg'uchi. Birinchisi eng uradigan mutlaq ifoda ishlatgan vaqti bo'ladi. Normal. Masalan, eng zirek urg'uchi. Azka, Muhammad azka. Muhammad nima? Eng zirek. Af'al ajmuduha. Bekrek urg'uchi degan shaklda ifodalamoqchi bo'lsak, keyiniga cho'qim nima keladi? Muzof ilayhi keladi. Muhammad azka tullab desa, Muhammad o'quvchilarning ichidagi eng ziraki. Üçüncüsü ikkilanib tirishtirgan vaqti bo'ladi. Muhammad azka min Ahmad. Muhammad Ahmaddan nimroqa, bekroq, zirak. Bu shaklda tarjima qilasizlar. Tushunarlimi yo'qmi? Ma bir umuman mabda'iy shaklda bir arab tilidagi so'zning qancha turga yasalishi, qancha xil yasalishi, 13 xil yasalishi. Sana bakma madi, mudari, masdar, ism fa'il, ism maf'ul, fi'l cihat, fi'l nefi, emir, emir billah, nehi. Şundama ism zaman, ism makan, ism alet, isme nima tafdil. Bunun içinde masdarini mənbədidik. Zaten ism masdar onunki şundama. Anda olğanda bir mənbədin, bir masdardan qancha xil söz yazıldı ekan? 13. 13. Ama bunun içinde fiilleri var ve bunun içinde neler var? İsimler var. Bu noktanın içinde var. Ma etem şu nokta ne depresle? Ben bana mesela demek etip verme inşallah topla etip verme. Ben malum derecede Allah'ınla ilişanla gerek bunu. Ya bir hatır ilişanla gerek. Anakin muş dostluk ki sizlere düşündürülgen noktalardan Allah'ınla keladigan bir sual buluş gerekti. Qaysi sual o? Bizga bir misal berildi. Pil, daraba. Shundaymi? Fa'ala nima ish qildi u yerda? Bütün pillarning qashida birdan fa'ala yaf'ilu bor, shundaymi? Desa, uni o'qib bo'lgan bo'lg'achqa menga da'vatsizlar, hozir sizlar arab tilida iboyatdan men sizlarga har qanday bir so'zningki yasalish o'lchami bor dedim ya. Ash o'lchamning birinchisi fa'ala. Ya'ni fa, ayn, lam. Yasalgan har qanday ismni, yasalgan har qanday pilni cho'qim fa, ayn, lam bilan qana qilamiz, bir o'lchamga solamiz. Va biz ko'paytiradigan har qanday o'lcham bo'lsa, mushu shaklda qana qilamiz, ko'paytiramiz. Va bundan keyin o'rganadigan o'lchamlarimizning hammasi nima shaklda bo'ladi? Fa, ayn, lam. Fa, ayn, lamdan mush fa, ayn, lam 3 harf dedik ya. 3 harfning sirtida bir so'zga qanday harf qo'shilgan bo'lsa, bu harf nima hisoblanadi? Ortiq harf. Agar fa olib ketsa yoki ayn olsa, unday hol yo'q. Yoki lam olsa, bunday hol bor. Ma'u ortiq emas. Asli harf olgan bo'ladi, so'z shunga yarasha oldi. Masalan, dahraja. Buni o'lchami nima? Fa'ala. Lamdan birisi oldi-ku, bu asli harf. Ammo unda qilmay, fa, ayn, lamdan ortiq harflar qanday qilib olgan bo'lsa, qo'shilib olgan bo'lsa, bu harfning bu shaklning ismida zoid harf bor deymiz. Ziyoda o'lcham deymiz. Buni inshaalloh sizlarga so'zlaymiz. Mana shuni anlayapmi? Arab tilidagi o'lcham qancha ekan? 3 harf. Har qanday so'z
Har qanday fiilga qo'yilgan o'lcham qancha? 3 harf o'simi fa, ayn, lam. Bu qadar. Ondan keyin bugungi kalongni saqlamoqchi bo'lganda mazmun biroz kichikkan do'stda mana shunda bo'lsa men sizlarga aytib bermay bayatligimda. Bayatın 13 söz yasab chiqdik ya. Her sözninki arab tilining boshqa tilga o'xshamaydigan bir alohidligi 3 shaxsninki ayrim ifodalanadi ve er ayolning ayrim ifodalanadi. Shunami ya? Bu şekilde bir söz nechiga turlanadi? Dostlar sanırsana buldu mu? 14. 14 turlanadi. Ama o'zingni o'ylang. Normalde qancha shaxs var? 3 shaxs var. U, sen, men. Shunami? Ve her bir shaxs er ayol deb ayrıldı. Shunami? Ondan keyin her birisi birlik, ikilik, köplük, 3. Başta olganda o'zing hisoblangandi. 13 bo'ldi. Shunami ya? Nima ish qonta bo'ladi? Chunki men degan shaxsninki erlik ayollik farq qilmaydi. Chunki men deyotgan vaqtimda ovozimdan o'qilaydi, ha? Onu biz so'zni farqlantirmasak mı bo'ladi? Shunami ya? Bizdimi shu? Undaganda birinchi shaxsda erlik ayollik yo'q ve ikkilik yo'q. Shunda olganda asli 6 chiqishga tegishlilikdan 2 chiqdimi? 6 chiqish kerakdi. 18 edi. Mana 2 chiqqandan keyin 4 kamlab ketgandan keyin qancha bo'ldi? 14. Qarang unda bo'lsa. Balki buni ham o'rganib qolaqlar. Shunda olsin deymiz. Darabu. Shundami? Bu 3-chi shaxs. Shundami? Erlik qo'l. Birlik, ikkilik, ko'plik bo'ldimi? Darabata. 3-chi shaxs. G'oyib, ayollik, birlik, ikkilik, ko'plik shunaqa. Darabtu. O'rganib bo'lgan bo'lg'achqa men tafsil deb o'tamayman sizlarga uni. Yadribuna, tadriban, yadritna. Oxirigacha shundami? Endi mastarga kelsak-chi. Mastar odamdan xoli. Sapbil. Bu yerda birlik, ikkilik, ko'plik, 3-chi shaxs, 2-chi shaxs, 1-chi shaxs bo'ldig'ini pilmi yoki pil bog'langan odammi? Pil o'zi erlik ayollik qo'landa? Pil o'zi birlik, birinchi shaxs, 3-chi shaxs qo'landa? Anda olganda mastar butunlay odamdan xoli. Sapbilning ma'nosi bor. Anda olganda unda erm bo'lmaydi, ayol bo'lmaydi, shundami? Birlik bo'lmaydi, ikkilik bo'lmaydi, hech kim bo'lmaydi. Shunga boshqa o'tirlanmaydi. İsim fail faqat erlik ve ayollik şekil bilan qanday qilib turlanadi? Daribatun o'xshash. İsim olma o'xshash chunki uning majhul shakli aynı shaklda. Matrubun, matrubani, matrubuna, matrubatun, matrubatani, nima? Matrubatun. Mazi til qancha bilan ekan? 14 bilan ekan. Mazi buluşluq til. Bunun bulusu şeklimi qanchaga bo'ldi? 14 ga. Daraba deb bilgandek lam yadribu, lam tadrib, lam tadriba, lam yadribna. Lam tadrib, lam tadriba, lam tadribu, lam tadribi, lam tadriba, lam tadrib. Lam adrib nima? Lam. Yadribu mudari 14 ga turlangan ekan, mudarininki nafisi hisoblanadigan nafimo 14 ga turiladi. La yadrib, la yadribani, la yadribuna, la tadrib, la tadribani, la yadrib. La tadrib, la tadriban, la tadribuna, la tadribina, la tadribani, la tadrib. La adribu. Buyruq bilimi o'xshash 14. Odatda buyruq bil bayatın degandek 3-chi shaxs, 2-chi shaxs, 1-chi shaxs deb qanday qilindi ayrildi. Lekin istiqmolda, qo'llanishda eng ko'p qo'llanadigan buyruq bil qancha shaxs, 2-chi shaxs. Chunki buyruq deganda kimga qiladi? Ko'z oldidagi odamga qiladi. Shunami? 90% buyruq bil ko'z oldidagi odamga qilingan bo'lg'achqa, buningda ayridiq ani. Ya'ni muhatib buyruq bilni, amr billah nima? Nima? Fi'lul amr shunami? 6 qildik. Bu 6si nima?
ikkinchi shaxs. Chunki buyruq asosan nechinchi shaxs qiladi? Ikkinchi shaxs. Asli ayırmasaqmı bo'ldi, lekin istimal ko'p. Bunun normal aş yedribuni qilgandek, darabani qilgandek 14 ni chiqarsak bo'laverdi normalda. Lekin buyruq tilda bunda ikkinchi shaxs ishiltish ko'p bo'lg'achqa buni alohida 6sini ayirib nima chiqardik? Idriba. Bu nechinchi shaxs? Ikkinchi shaxs. Erlik, ayollik 2, birlik, ikkilik, ko'plik bo'lib jami qancha? 6. Ondan keyin eshib qolgan 14 ni eshib qolgan nesi var? 8 var. Bu 8 ning 6si 3-chi shaxs, 2 birinchi shaxs. Masalan, biz yo'q adamga buyruq qilgan ahvollarmi bo'ladi-ku, ha? Masalan, aranglardan birisi bo'lgan dars kamidi. Men deymanki, deb qo'yingga manda qilsin. Shunami? Bu 3-chi shaxs buyruq qiladi. Buning 6-chisi va 6 var. Litadrib, nima? Bu şekilde. Andaki adam özü buyruq qildigan ahvol oldu. Ayta bulandı bo'lmamdi. Shunaqa? Menga ziyon qildigan bo'lib qopti. Men bu doramni ichay. Shunami ya? Menga ziyon qildigan bo'lib qopti. Men bu mevechini qana qilmay yemay. Bulusluq yoki bulussiz shaklda qana qiladi, buyruq qiladi inson o'ziga. Ashoq nimamdi u? Liadrib nima? Linadrib. Bu shaklda turlanadi savoqdoshlar. Anlakin bulussiz buyruq bil. Ben bayat dedim ya. Buyruqda nechinchi shaxs asas? İkinci shaxs asas. Şoňlaşqa aldıdaki 6-ni qana qoldik, ayırıp aldık-ku. Endi bu nehidimi hem 6-ni aldığa chiqdik ikinci shaxsni. Nehide 14-ning hamini keldik, to'g'ri. Ammo ikinci shaxsni qana qildik, aldığa keldik ki la tadribu, la tadribni. La yadrib, la adrib nima? An ismi zaman ismakan madribun, madribani madaribu, midrabun, midrabani madaribu. Ma ismi aletning 3 xil nimasi var? Ölçümü var. Bayatın bədim mif'alun, nima? Mif'alatun. Kallanıldı bolsun, her daim kelgan vaqtda sizlarga qanday qilmag'ama asl deb, mana ma'o falani shakldagi ismi alat deb ma'g'ama. Andakin adrabu bu faqat ism fa'ilninki ashrimiz paydash demi ya? Xarakter jihati o'xshash 6 ga. Adrabu, adrabana, durba. Ma bir gapni deb qo'yaymi. Ismi taftildan 6 chiqadi-ku, ha? Ama bu alaka kaide olarak 6 bilengen bilen istimalda asasen qaysi qo'llandı? Adrabu. Hatta ayollik şeklimi intayin az qo'llanıldı. Mesela dana degan bir pil var. Nima dana degan? Yaqin keldi. Shunami? En yaqin degan nima deydi? Adna. Bunun ayollik şekli nima? Dünya. Maçta şekilde ancha buncha qo'llanıldı. Bo'lmasa asasen qaysi şekli qo'llanildi? Qaysi şekli? Erlik, birlik şekli. İkilik, ko'plik şekli asasen az qo'llanildi, lekin az. Yo'q sanaladi. Men tushunammi yo'qmi? Annikin yeni bir şey bir gapni deb beray, esimga keldi. Har qanday bir fe'l rangni ifodalab qolsa yoki ayib nuqsonni ifodalab qolsa, buningdan ismi tabzil shakl chiqib qolsa, ismi tabzil bo'lmaydi. Normal narsaga aylanadi. Mesela hamile. Qana qildi? Qizadi. Buningdan af'al o'lchimi chiqarib bakmanglar, ahma. Eng qizil demaymiz, deymiz. Ana qizil. Eng qizil demaymiz, tushunamizmi? Qizil. Avija to'kurib qoldi. Avij chiqarib bakmanglar. Eng to'kurdamda? Yo'q, to'kur, normal to'kur. Amiye, ko'zini bo'lib qoldi, qarg'a bo'lib qoldi. Buni a'ma chiqarma, normal qarg'a. Uning ismi tabzilni boshqa shaklda chiqaramiz. Navbatga kelgan kunimiz shu nuqtaga diqqat qilgan qolgan mazmun qiyin emas. Mana tushundinglarmi, ha? Tamam. Bugungi dersning mazmunining eng oxirgi mazmuni sizlar bir narsani tushunolmay qaranglar. Sarfning nima ekanligini tushuninglar-ku, kallangizda tasavvur paydo bo'ldimi? Bu bir. Ikkinchidan, sarf degan shu so'z yasashgan-ku. So'z yasashning qanaligini ko'rdingmi? O'rganmadan o'taq ko'rdinglar. Men bugun maqsad ko'rsatmoqchi. O'rgatmoqchi emas. Zaten o'rganib bo'lmaysizlar.
Sarfninki söz yasash ekanligini bildingmi? Va söz yasalish jarayonini qanaqa qildinglar ko'rdinglar. Qanday yasaldi ekan? Bir mastardan 13 xil so'z chiqadi ekan va har so'z o'zining fe'l ismligiga qarab turib, ahvoliga qarab turib, ba'zi 14, ba'zi 8, ba'zida 6, ba'zida 3 turlanadi ekan. Mana shuningmi? Bu men sizga ko'rsatgan shakllar ya unda olmaydi. Arab tilida men sizga bayatning bir shaklini ko'rsatdim. Ashna shaklning 35 xil shakli bor. Ammo qo'qmoqning 35 shakliningki faqat 22 shaklini bilamiz. Qolganlari hammasi aşı nadir mingda bir birse uçraydı. Hatta bunu ulamolar keng kitoblarda akillik, normal kitoblarda ulamolar qanaqa qilib tushiradi. Ammo 35 biz o'qiganlikni 35 ni. Ammo sizlar unda qilmayman hozir. Faqat nimani 22 qismini. Men bugun darsimizdagi eng oxirgi nuqtasida 22 bobninki bir qur bob shaklini ko'z tutma va sizlardan shu bob shaklini yodlab kelishni talab qilaman. Faqat bob. Diqqat qilinglar. 22 bobni bo'lishda manda o'lchi ayiramiz, diqqat qilinglar. Men bayatın pil yasashning o'lchimini qaysi harfni o'lcham qildim? Fa, ayn, lam. Fa yakki to'sa, ayn yakki bo'lsa, lam yakki bo'lsa, bundan sirt qo'shilgan har qanday harfning bo'ldi ortiq. Tushunami? Qanchalik harf qo'shilib ketsin, mush fa bir tan, ayn bir dona, lam bir dona olsa, bu nimaga tava? Sulosiga tava. 3 harflik tilga tava. Mayli buningga 2 harf ziyoda bo'lib ketsin, 3 harf ziyoda bo'lib ketsin. Tushunamizmi? Ammo fa, ayn, lamning 3 harfdan birasi shunda ko'paysa, bu nimaga esa bu 4 harflik bo'ldi. Almış 4 harfdan sirt, mush fa, ayn, lamdan sirt, buningga bir narsa qo'shilsa, nima bo'ladi vaqtda? Bumi ziyoda bo'ladi. Shuna olganda biz manda ayıramiz. Pil ya sulasi oldu ya rubai oldu. Sulasi nima ekan? Ya onda demeysizler. Men söylediğim neydi ama? Fa en lam kelgan, shunami? Undan ziyoda kelib qolsa mayli, lekin mush 3 tane harf aynı kelgani. Fa'si ortiq emas, ayn ortiq emas, lam ortiq emas, shunami? Rubai degan nima ekan? Fa ayn addi deb biray. Fa ayn ishkilam. Fa ayn ishkilam. Tushuninglarmi? Ana nima bo'ldi? Sulasi rubai. Mana shuninglar va endi sulasi yo'g'animiz fa ayn lam dedik-ku. Fa ayn lamdan boshqa har qanday ortiq harf bu ustiga qo'shilib so'z tuzilib, fe'l tuzilib qolsa, buning ismi sulasi mazid. Sulasi mazid. Fa ayn lamdan ortiq har qanday bir harf qo'shilib so'z fe'l tuzilib qolsa, buning ismi rubai mazid. Sulasi mazid, rubai mazid. Qayta. Fa ayn lamdan sirt har qanday ortiq harf qo'shilib so'z tuzilib qolsa, sulasi mazid. Fa ayn lamdan, ya'ni 2 lamdan shunami? Ortiq har qanday harf kelib qolsa, nima rubai. Anda babni biz cho'ng jihatini qanchaga bilib oldik? 4 ga. Sulasi mujarrad. Mujarrad degan gap sap degan gap yani. Sap. 3 harfdan ortiq hech narsa yo'q. Sulasi mazid. 3 harfdan boshqa ortiq nimasi bor? Harf bor. Rubai mujarrad. Sap 4 harf, shundami? Va rubai mazid. No'g'anachi bo'lganda 4 ga. Yana bir davolay. Rubai mujarrad 6 bab. Yani sulasi mujarrad 6 bab. Sulasi mazid 12 bab. Rubai mujarrad 1 bab. Rubai mazid 3 bab. Jami 22. Men jadlab olaman. Sulasi mujarrad qancha bab? 6. Sulasi mazid 12. Rubai mujarrad 1. Rubai mazid jami qancha? 22. Shundan 22 babimiz qanday qiladi tugaydi. Bu 22 babni do'stga qaranglar. Sulasi mujarradning keyinda qizil ranglik nima bor? Sittati abvob boshunami? 6 bab. Buning birinchi bab qaysi? Fa'ala yaf'ilu va aston qatordagi ko'k ranglikka qaranglar. Fa'ala yaf'ulu,
fe'ele yef'alu, fe'ile yef'alu, fe'ule yef'ulu, fe'ile yef'ilu. 6 bab. Bu saral mı bu haq? Bu bilini, hele bilini, 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 u'da hemmisindeki ispatlaydığı ma'lum manası var. Biz onu inşallah öz babıga kelgen vaqtda fe'ile yef'ilu babıda kelgen pilla qanda xarakterdeki pilla, fe'ele yef'alu qanda xarakterdeki pilla, hemini inşallah qanda qilamiz so'zlaymiz. Şunu bilen sulasi mujarrad qancha oldi? 6. Qarab baqsanglar hem 6 babning hech qaysida fa, ayn, lamdan ortiq bir harf bormikan yo'qmikan? Yo'q. Sulasi mazid qancha bab? 12 bab. Qarab baqamdoq af'ala yuf'ilu. Nima ortiq? Hamza dishni bilingmi ya bunda? Kasbi hamza. Fa'ala yufa'ilu. Ma alif hamdi. Ma alif. Şunama? Tefa'ala yetefa'alu. Neçe ortiq? 2 ortiq. Çatığımız yok o 2 uçuluşlan. Fa'ala yufa'ilu. Aynı ortiq şunama? Tefa'ala yetefa'alu. Ta ortiq, aynı ortiq şunama? İnfa'ala yenfa'ilu. Hamza ortiq ve nun ortiq şunama? İfta'ala yefta'ilu. Hamza ortiq, ta ortiq şunama? İstef'ala yestef'ilu. Hamza ortiq, sin ta ortiq. İf'alla yef'allu şundama? Ya bundan nima ortiq? İf'alla yef'allu şundama? İf'av'ala yef'av'ilu. İf'av'ala yef'av'ilu. Belki aranlardan birisi anlar. İf'alla'da lamdan birisi artık gelişmek görüşünde ama? Ama pilga qarab bakma. İhmarrada ra tekrarlanır şunda ama artık harf yok. Fakat tekrar. Onu artık demeyimiz. Artık geldi degan gap, şunun o'rniga ayrim harf keldi degan gap tushunamizmi? Anda olganda kallimizni chachmayli. Sulasi mazid qancha ekan? 12. Bayatdan 6 mitda 18 oldu. Rubai mujarrad faqat bir bab. Fa'lala yufa'lilu. Bu yamanca qo'lni dahraja yudahraju sarsara. Qur'onimiz sarsara iborati chiqqo ha? Rubai mazid qancha bab? 3 bab. Fa'tafa'ala yetefa'lalu, if'anla yef'an, if'alalla yef'alilu. Jami 22 bab. Bizning umumiy sanad darsimizda mushu birinchi qadamda o'qimoqchi bo'lgan al-asas fi sarf nomli kitobimizdagi mushu o'qimoqchi bo'lgan narsa tam nima 22 dars. Ama buna tiz tugish kerak saboqdoshlar. Chunki sizlar ibtidoiy saboqdoshlarimiz. Normalda noldan o'qigan o'quvchilarga mush darsimiz 20 kun, 25 kunda tugaydi. Sizlarga mencha hech kasi 10 kun, bo'lmasa bir hafta tugaydi. Shundan sabab tugamdi deb o'ylash mumkin shuni ama yaxtaq tugamaydi. Men sizlarga qaysi kuni to'pqa aytib berdim. Sarf to'g'riliq sizlar uchun to'plagan materiallarning hammasi shular. Bütün hem sarf kitapları maxsus sizlar uchun atalgan. Bunun keynidan atalgan yani bir kitap var, bir materyalimiz var. O bir 2 hafta vaqtni oladi. Shuni bilan ma'noda sarfninki oddiy asoslarini o'zlashtirsak, anında asosliqqa kengayimiz mazmun jihatda. Ondan keyin bugungi darsimizda asosli qismdan talab qilgan narsani nima desangmi va bundan keyingi mush kitob tugab bo'lgan bo'lgan darslarda sizdan tushunib ketishni talab qilmayman. Men obdan o'qituvchi. Unda darsni tushunmasanglar bo'ladi. Faqat yodlab qo'ysanglar bo'ladi ma'noda. İkinci qism ma'nodan keyin kitobda andan hech nima yodlatmayman. Tushunsanlar bo'ladi. Chunki ma'noda asoslan masala so'zlarningki nemisini o'rgatish, bab o'lchamlarini ig'izinglarga keltirish kallamlarga to'g'ri. Shunda Qur'on o'qidinglar, tafsir o'qidinglar, hadis o'qidinglar, yoki arabcha qanday kitobdan birini o'qidinglar, yoki birisining so'zligini oldinglar, yoki so'zladinglar, oldinglar kelgan so'z anda o'yinib o'tmay avtomatik holatda ig'izinglar shu o'lcham bo'yicha qanday qilishga chiqish kerak. Tushunamizmi? Shu o'lcham avtomatik holatda. Alaqada diqqat qilsanglar, Uyg'ur, arab yoki Uyg'urdan boshqa millat arab so'zlaganlar qarasanglar, to'la so'zni almashtiradi. So'zlab ketaveradi. Nima qilsanglar, o'yinib so'zlab, hele erlik ayollik ishlatib qo'ydi yoki ayollikqa erlik ishlatib qo'ydi. Af'ala babiga fa'ala babi ishlatib qo'ydi. Shunami? Masal chiqadi. Bu nima desanglar, tam bablarningki shakllarini bunda
puxta bir şekilde qandaq qılmaqlıq, yadlılmaqlıq. Mən şu noktadan sizlərə yadlap birin deyim bu kitapta. An bunun kengiydigan, çoğunqurmaydigan tarafını inşallah ikinci kısımlıq. İkinci kısımlıq kitap qili keng kitap, mavcıq keng emasken şuna bastırdık. İkinci kısımlıq kitap şu Şezal Arif fi Fann Sarf. Şu kitap var. Onu söyleyimiz. Şezal Arif adatda biz o'qiyotgan vaqtimizda sayyoh kitoblarının içinde en mötəbər kitaplar birisi Mirahul Arvah da bir kitap batdı. Yani birisi İbn Hacib'ninki Şafii de bir kitabı var. Şafii. Mirahul Şezal Arif iki kitapını bir yerге ekilip toplap xulaslab yazgan kitap, bek güzel kitap. Biz Mirahul Arvah o'qigan öz vaqtida Şafii'ni ko'rgan. Ammo u keyin yangi chiqdi da bu ma. Bek yaxshi kitap lekin. Şonsi bugungi darsimiz to'xtasinmi? Maqsadni tushundingmi? Darsimizning maqsadini bormoqchi bo'lgan, ya'ni turkcha vizion deydi shunda ama maqsadni tushundingmi? Uslubini tushundingmi? Mencha shunga yarasha bir shaklda o'zinglarni ayarlang.